tanishtiring. Assalomu alaykum, men ismim Jafar, 2005-yilman. Nima sababdan bu sohaga topshirgansiz? Qiziqish. Qiziqib? Qiziqasizmi bu sohaga? Uydagilarim qiziqqani uchun topshirganman. Majburlashgan. Men ismim Bobur. Yoshligimdan sport bilan shug'ullanib kelganman. Shuning uchun arxeologiya institutiga topshirdim. Yaxshi, barakalla. Muammolar bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar, o'chuv bo'ladi. Meni ismim Shodiyor, yumshoq D bilan yoziladi. Ha, yaxshi. 4 ta 5 ta institutga topshirdim, shu institutga kiribman, hozir bildim. Ismim Guli. Shu institut yigitimning uyiga yaqin bo'lgani uchun topshirganman. Hurmatli talabalar, sizlarga yomon xabarim bor. Ming afsuski, ikkinchi para bo'lmas ekan. Hozir bo'lsa, maktab davrimizni eslagan holda bitta chiqib ketamiz. Bu yomon yangilikmi? Shunaqa yomon xabarlardan tez-tez eshitib turaylik, ha? Alloh, ketdik.